Assalomu alaykum, hurmatli talabalar va kanalimiz kuzatuvchilari. Bugun sizlar bilan men Termiz davlat universiteti psixologiya kafedrasi katta o'qituvchisi, psixologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori Almardanova Salomat Bobonazarovna eksperimental psixologiya fanimiz yuzasidan keyingi mavzuni ko'rib chiqamiz va bugungi mavzumizning nomi noeksperimental psixologik metodlar deb nomlanadi. Va mavzumizga tegishli bo'lgan aynan mavzuga oid ma'lumotlarni yanada kengroq o'zlashtirib olish uchun quyidagi adabiyotlarga murojaat qilishingiz mumkin va adabiyotlarda shu mavzu yuzasidan berilgan mavzularni o'qib chiqsangiz ekraningizda ko'rib turgan o'sha 6 ta muallifga tegishli bo'lgan adabiyotlardagi ma'lumotlarni bir biriga solishtirib qiyosiy tahlil orqali o'zingizga o'rganib olishingizga juda katta yordam beradi va barcha biladiki, psixologiya fanlarida eng yaxshi metodlar klassifikatsiyasini bu Ananyev yaratgan va shu metodlar doirasida boshqa fanlardagi metodlarga ushbu Ananyev yaratgan o'sha metodlar klassifikatsiyasi psixologiyani juda ko'p sohalarda, tarmoqlarida qo'llaniladi va yaxshi ma'lumotlarni qo'lga kiritish imkoniyatini beradi. Faqatgina eksperimental psixologiyada boshqa fan tarmoqlariga o'xshamaydigan o'sha noeksperimental psixologik metodlarga ham murojaat qilamiz yoki metodlarimiz noeksperimental va eksperimental metodlarga deb ajratib olamiz. Bunaqa ajratishni umumiy psixologiyada deylik ko'rishimiz mumkin emas, chunki faqat aynan eksperimental psixologiyada metodlar eksperimental metodlar guruhiga va noeksperimental metodlar guruhiga ajratilgan holda uchratishimiz mumkin va barcha fanlar aniq faktlar asosida ma'lumotlar to'playdi va rivojlanadi. O'sha qo'lga kiritilgan ma'lumotlarni bir-biriga solishtiradi. Ular solishtirma natijalaridan xulosa chiqaradi va ular o'rtasidagi aloqadorlikni, qonuniyatlarni tahlil qilinadi. Va ilmiy psixologiyani o'ziga xos tomoni shundan iboratki, ma'lumotlarni to'plash uchun ilmiy usullarni butun bir majmuasidan foydalanadi. Ma'lum bitta usulni qo'llab qolganini ishlatmay turilmaydida. Psixologiyada juda o'sha katta usullar majmuasi ishlatiladiki, bundan maqsad eng sara ma'lumotlarni qo'lga kiritib olish va xulosalayotgan paytda ham eng teran xulosalar ustida to'xtash uchun ushbu usullar majmuasidan foydalanadi. Va eksperiment so'zi bu lotin tilidan olingan, namuna, tajriba degan ma'noni anglatadi. Tadqiqot sinovlarida obyekt to'g'risidagi axborot olishga qaratilgan amaliyotlar tizimini biz eksperiment deb nomlaymiz va psixologiyada shaxsni o'rganishda yuqorida aytganimdek noeksperimental va eksperimental usullardan foydalaniladi va tajribalarni muhim turlari bor. Bular o'sha birinchidan laboratoriya va tabiiy bo'lsa, ikkinchidan diagnostik va shakllantiruvchi bor. Va siz ko'rib turibsiz, hozir ekraningizda o'sha psixologiyaning 4 ta asoslangan usullarni ko'rib chiqishimiz mumkin va bunda asosan o'sha biz ishlatilayotgan usullarimiz, metodikalarimiz mana shu guruhlar tartibida qo'llanila boshlaydi eksperimental psixologiyada. Masalan, birinchi guruhimiz bu noeksperimental psixologik usullar, ikkinchi tajriba usullari, uchinchisi diagnostika usullari va to'rtinchidan shakllantiruvchi usullarga ajratiladi. Va noeksperimental metodlar, sizlar metodlar klassifikatsiyasi mavzusidan bilib olishingiz mumkin. Bu mana kuzatish, oldin ham aytganmiz, bu eng qadimgi va eng ko'p, eng keng tarqalgan usullardan biri va psixologiyada juda ko'p va tez ishlatiladigan tadqiqot metodlaridan biri bo'lib hisoblanadi. Maqsadga muvofiq tashkil etiladi, sababiki tadqiqotchi o'ziga mavzu tanlayotgan paytda ham o'z kuzatishlari asosida mavzuga yondashadi. Mana hayotda, ijtimoiy hayotda insonlar orasida, insonlar psixologiyasida uchraydigan ayrim xususiyatlarni u kuzatgan va mana shu kuzatuvlar asosida aynan shu sohani o'rganishni xohlagan va u tadqiqot mavzusini tanlagan. Va eng qadimgi usul bo'lishi bilan bir qatorda ikkita asosiy shakli, endi kuzatishning shakllari ko'p, lekin bu ikkita asosiy aytishimiz mumkin. O'sha o'z-o'zini kuzatish yoki introspeksiya
Bu birinchi yoki obyektiv kuzatish. O'sha o'z-o'zini kuzatishni biz subyektiv ichki ham deb nomlaymiz va obyektivni tashqi ham deb nomlaymiz. Va qadimdan sizlar bilasizlar, oldin mavzularimizda ham bu ustida to'xtalganmiz. Introspeksiya ichkariga qaralsin degan ma'noni bildiradi va introspeksiyani o'rgangan olimlar o'sha Vilgelm Wundda ilk introspeksiya to'g'risidagi ma'lumotlarga e'tibor bergan bo'lsa, keyin Titchener introspeksiyani turlarini yaratgan. O'sha 4 ta turga ajralishini siz yaxshi bilasiz. Tizimli introspeksiya yoki fenomenal introspeksiya yoki bo'lmasa analitik introspeksiya va oxiri o'z-o'zini tekshirish Ramayana Maharshi tomonidan asos olingan usul ham bor edi. Mana shu Titchener Vilgelm Wundning ma'lumotlariga ko'ra introspeksiyani mana shu 4 ta katta guruhli tizimga ajratgani to'g'risida siz oldingi darslarda kuzatgansiz. Va shuning uchun ham bu eng qadimgi va tez-tez ishlatiladigan metod. Ikkinchisi bu noeksperimental metodlarga kiruvchi metod, bu so'rovnoma va kuzatish kabi, bu ham juda keng tarqalgan tadqiqot usullaridan biri hisoblanadi. So'rovnoma odatda mana shu kuzatish davomida biz qo'lga kiritgan ma'lumotlarimizni olingan ma'lumotlar bilan birga boshqa tadqiqot usulini ham ishlatib, qo'lga kiritgan ma'lumotimizni foydalanish bilan amalga oshiradi va so'rovnomalar tuziladi. Ya'ni so'rovnomani bitta so'rovnoma metodini ishlatib tadqiqot olib, mana shu tadqiqot natijalarini qo'lga kiritdim deb ilmiy xulosaga kelish bu qiyin va murakkab va ishonchsizroq. Odatda so'rovnomalar deylik tadqiqotchi 3 ta yoki 4 ta ilmiy metoddan foydalandi, metodikalardan foydalandi va o'sha metodikalarni yordamchisi sifatida so'rovnomani o'zi tuzib, o'zi foydalanib, aynan tadqiqotini bir yanada kengroq o'rganishi mumkin bo'lgan jabhasiga qaratilgan so'rovnomani tuzib olib, yordamchi usul sifatida foydalana olishligi mumkin. Va so'rovnomalarni 3 ta asosiy turi bor deb aytganmiz. Masalan, bu birinchisi savollar to'g'ridan to'g'ri bo'ladi va yo'naltirilgan savolnomadan subyektni o'sha ishtirok etayotgan sinaluvchining fazilatlarini aniqlash uchun foydalanadi. Masalan, hissiy munosabatni aniqlashga qaratilgan so'rovnoma maktab o'quvchilarida ko'proq o'tkaziladi va savol shunday bo'lishi mumkin. Siz darhol katta bo'lishni afzal ko'rasizmi va katta bo'lsangiz kimga o'xshashni xohlaysiz? Mana savol to'g'ridan to'g'ri va u yo'naltirilgan. Bola tez katta bo'lishni xohlayaptimi yoki katta bo'lsa ham u kimga o'xshaydi? Yoki ikkinchidan, mavzuni har biri uchun tanlangan so'rovnomalar bor, anketa so'rovnomalar va tayyor javobni taklif qiladi. Ishtirokchi tayyor javobdan bittasini tanlaydi. Masalan, siz qaysi fanlar siz uchun eng qiziqarli va javoblar sifatida quyidagilarni taklif qilishingiz mumkin: algebra, kimyo, geografiya, fizika. Mana shu 4 ta javob sinaluvchi o'zi qaysi fan emas, aynan shu 4 ta fanni kuzatadi va shulardan bittasini belgilaydi. Keyingisi bu shkalali so'rovnomalarni ko'rishimiz mumkin. Misol uchun javob berishda tanlash mumkin bo'lgan mana javoblar 5 balli bo'lishi mumkin. Agar 5 ball bu degani ishonchli ha, 4 ha emas shekilli, 3 balliga ishonchim komil emas, bilmayman. 2 yo'q shekilli, mana shu yerda ozgina xatolik ketib qolibdi. Bu uchun uzr so'raymiz va 1 bu aniq yo'q. Mana shu sizning javobingiz va o'sha javobingizni ballari bor. Bunaqa ko'rinishda ham belgilanadigan so'rovnomalar bor. Va keyingi noeksperimental usuldan biri bu suhbat. Psixologiyada inson harakatlarini, uni xulq-atvorini suhbat jarayonida kuzatib, insonlar o'rtasidagi turli tabiiy mavzular va obyekt o'rtasida aloqada ishlatiladi. Ikki kishi o'rtasidagi muloqot kishilarning psixologik xususiyatlarini ochib beradi va bu suhbat usuli deb nomlanadi. Turli maktablarning psixologlari va ularning tadqiqotlaridagi yo'nalishlarda juda keng qo'llanilgan. Va keyingisi monografiya usuli. Ilmiy tadqiqotning ushbu usuli har qanday texnikada amalga oshirilmaydi. Monografiya usuli juda odatda ehtiyotkorlik bilan ishlatiladi. Chunki bunda yosh va individual o'rganishda, uzoq muddatli tadqiqotlarda ularning xatti-harakatlarini aniqlash bilan individual subyektning xususiyatlari, barcha boshqa faoliyati va munosabati yoki mijoz hayotining asosiy sohalari o'rganiladi. Shuning bilan birgalikda tadqiqotchilar insonda o'sha moyillik mavjudmi yoki muayyan holatlarni o'rganish asosida
umumiy holatlarni aniqlashda, muayyan aqliy tuzilishni va rivojlanishni shakllashda o'rganiladi. Chunki monografiya bu muayyan alohida bitta mavzu yuzasidan bir mavzu tadqiq qilinadigan ilmiy ish bo'lib hisoblanadi. Ko'pincha monografiya bu yakka mualliflardagi ish. Odatda psixologiyada amalga oshirilgan psixologiya fanlari bo'yicha falsafa doktorligi yoki psixologiya fan doktorligi tadqiqoti doirasida amalga oshirilgan dissertatsiyalar monografiya ko'rinishida chop etiladi. Va noeksperimental metodlar so'rovnoma bilan uzviy bog'liq. So'rovnoma metodlari ijtimoiy psixologiyada juda keng tarqalgan usullardan biri va bu bevosita yoki bevosita yo'l bilan og'zaki yoki yozma tarzda ham olib boriladi. Va uning natijasida odamlarni qaysidir ijtimoiy hodisaga, qonuniyat yoki shaxs to'g'risidagi fikrlari, baholari, ustanovkalari, ongiga o'rnashib qolgan fikrlar, ya'ni stereotiplar aniqlanib olinadi. So'rovning ikkita asosiy turi bor: intervyu va anketa ko'rinishidagi. Va psixologik intervyu bu ham noeksperimental psixologik metod usul bo'lib hisoblanadi. Biroz murakkabroq jarayon va chunki bevosita muloqot jarayonida insonlarning yuraklaridagi yashirin fikrlari yoki aynan obyektiv munosabatining eng to'g'ri ekanligi yoki o'tmish xotiralari va ularni talqini orqali juda muhim hayotiy faktlar aniqlanib oladi. Faqatgina intervyuni odatda ko'pincha jurnalistlardan ishlatishini ko'ramiz, uchratamiz, lekin jurnalistlardan farqli psixolog intervyu jarayonini erkinroq olib borishga, maksimal tarzda shaxsiy fikrni ajratib olishga intiladi. Shu boisdan ham oldindan qanday javoblar olinishini biz bilmaymiz. Biz kutgan natijani beradimi psixologik intervyu, u haqida biz aniq bitta ma'lumot ayta olmaymiz va munozara diskussiya shaklida o'tkaziladi. Diagnostik fikrlarni umumlashtirib, oxiridagi zarur ma'lumotlardan kerakli faktlar chiqarib olinadi. Lekin bu jarayon oson kechmaydi. Misol uchun bahs O'zbekiston teleradio kompaniyasi tomonidan beriladigan bahs Men nechun sevaman O'zbekistonni, azizim, hayotning oddiy haqiqatlari yoki Surxondaryo telekanalida uzatiladigan So'zsizga tok shoularida biz mana shunaqa psixologik intervyudagi psixologik ma'lumotlarni ham ko'rib olishimiz mumkin. Va anketada odatda biz anketani ham aytdik, noeksperimental metod deb, va unga asosiy talablardan biri anketa metodini ishlatmoqchi bo'lsangiz, unda beriladigan savollar hamma uchun tushunarli bo'lishi kerak. Va anketa savollaridagi javoblar maksimal tarzda qisqa qo'yilishi kerak, javoblar uzoq bo'lmasligi kerak. Va anketadagi o'sha deylik savol 15 ta bo'lsa, birinchi, ikkinchi, uchinchi savollar kirish mazmunidagi savollar va keyin asosiy savollar davom ettirib, oxirida anketamizda ishtirok etganingiz uchun sizdan tashakkurmiz yoki minnatdormiz kabi so'zlarning ishlatilishi shaxslardagi ijobiy kayfiyatni paydo qilishi nazarda tutish kerak. Va anketada ba'zan shunaqa holatlar uchraydi. Odobsiz savollar ham berib yuboriladi. Musiqani sevasizmi yoki ota-onangizni yaxshi ko'rasizmi kabi. Lekin biz tekshirilayotgan respondentni nimani his qilishi mumkin ekanligini bu odobsiz savollar bilan uni hissiyotini ba'zida pasaytirib qo'yish holatlari ham uchraydi. Va shuning uchun agar siz anketadan foydalanayotgan bo'lsangiz, o'rinli, ma'noli va jo'yali savollar tuzishga harakat qiling. Bular birin-ketinligi va tartib asosida tizimli bo'lsa, bu savollaringiz siz yaxshi psixologik ma'lumotlarni qo'lga kirita olasiz. Va yopiq anketa hamda ochiq anketalardan iborat bo'ladi. Anketa metodi odatda yopiq anketa savollariga berilishi mumkin javoblar oldindan kuzatiladi. Masalan, aytish mumkin shunaqa savol: korxonangiz istiqboli nimalarga ko'proq bog'liq? Va mana javoblar keltirib qo'yilgan. Sinaluvchilar, ishtirok etayotgan sinaluvchilar ushbu javoblardan bittasini belgilaydi. Mehnatning unumdorligini oshishiga, malakali kadrlarning soniga, rahbarning uslubini takomillashuviga, tashqi investitsiyalarning dadil jalb etilishiga, ish sharoitining yaxshilanishiga yoki boshqa va
anketada beriladigan savollarda mana shu yopiq anketada keltirilgan javoblardan bittasini belgilaydi respondentlar va hattoki siz alohida ular uchun ma'lum tegishli joy qoldirishingiz mumkin. Ular nimani belgilaydilar? Yopiq anketada agar javoblar ichida ular bermoqchi bo'lgan fikr bo'lmasa, ular mana yozib qo'ying. Balki u boshqacha korxonani o'sha samarali faoliyatini, istiqbolini boshqa narsada ko'rishligi mumkin va ular o'zlarini fikrini yozib qo'yish uchun ham alohida bo'sh yozish uchun maxsus joylar qoldiriladi. Va mavzumiz qiziqarli. E'tiboringiz uchun rahmat. Agar sizda qo'shimcha savollar bo'lsa, ushbu ekranda ko'rgan manzillarga murojaat etib qolishingiz mumkin.